Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Navbatdagi ma'ruzamiz yuqori tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli differensial tenglamalar. Demak, darsimiz rejalari. Ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli chiziqli bir jinsli differensial tenglamadan boshlaymiz. Demak, biz ikkinchi tartibli chiziqli differensial tenglamaga demak sizga yuqori tartibli differensial tenglamalar mavzusini o'tganda tushuntirish bergan edik. O'ng tomon demak fx 0 ga teng bo'lgan holatda bir jinsli deyiladi va chiziqli deyilishiga sabab izlanayotgan funksiyaga nisbatan y uning hosilalariga nisbatan birinchi darajalari bilan keladi. Ya'ni kvadrat yo ildiz biron joyda biron bir daraja uchratmaysiz. Noma'lum funksiya va uning hosilasiga nisbatan shu uchun chiziqli deyilishining sababi shu. Va px qx demak o'zgarmas sonlar bo'ladigan bo'lsa, bu o'zgarmas koeffitsiyentli bir jinsli chiziqli differensial tenglama deb yuritiladi. Uning yechimi demak mana bu ikkita yechimi bor, y1 y2 va ular chiziqli erkli va ularning umumiy yechimi demak mana shu ko'rinishda bo'ladi. s1 y1 plus s2 y2 ko'rinishda bo'ladi. Va bu yechim Euler usuliga ko'ra y barobar y darajasida kx ko'rinishda tenglamani yechimini izlab tenglamaga olib borib qo'ysak, biz mana bu demak xarakteristik tenglama deb ataluvchi tenglamaga hosil qilamiz. Va bu xarakteristik tenglamaning demak kvadrat tenglama ekanligini, oddiy kvadrat tenglama ekanligini ko'rib turibsiz. Bu tenglamani demak yechimi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni 3 ta holat bor. Ular haqiqiy va turli xil bo'lishi mumkin. Haqiqiy va karrali bo'lishi mumkin, bir-biriga teng va kompleks bo'lishi mumkin. Haqiqiy bo'lmagan, ya'ni diskriminant manfiy bo'lsa, kompleks bo'lishi mumkin. Unda biz 3 ta holat uchun yechimlarni keltirib o'tamiz. Haqiqiy va bir-biriga teng bo'lmagan uchun umumiy yechim mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda k1, k2 o'sha berilgan xarakteristik tenglamaning nimasi ildizlari hisoblanadi. Misol, mana quyidagi o'zgarmas koeffitsiyentli va chiziqli ikkinchi tartibli differensial tenglama. Unga mos xarakteristik tenglamamiz quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Yechimni Vietga ko'ra yoki formulaga ko'ra topsak 2 va 3 ekan. Umumiy yechim demak s1 y darajasida 2x plus s2 y darajasida 3x ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi holatda agar tenglama karrali ildizlarga ega bo'ladigan bo'lsa, umumiy yechim demak bir-biridan x ga ko'paygan holatda farq qilishi mumkin. Xo'p, mana misol, mana umumiy yechim mana bu ko'rinishda yozilishi mumkin. Misol, mana berilgan differensial tenglama. Unga xarakteristik tenglamani tuzsak, xarakteristik tenglamaning ildizlari -3 ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ikkita ildizi bir-biriga teng. Endi e'tibor bering, yechim s1 y darajasida -3x, ikkinchisi s2x ga ko'paygan y darajasida -3x ko'rinishda bo'ladi. Uchinchi holatimiz agar ular kompleks son bo'ladigan bo'lsa, diskriminantimiz manfiy bo'lib, ya'ni xarakteristik tenglamamizning diskriminanti manfiy bo'lib, kompleks son bo'ladigan bo'lsa, umumiy yechimimiz quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak, mana umumiy yechimimiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda alfa va betalar mos xarakteristik tenglamaning o'sha ildizi kompleks son bo'lsa, alfa plus beta i ko'rinishda bo'lsa, alfa haqiqiy qismi, beta mavhum qismidagi sonlardir. Mana berilgan tenglama o'zgarmas koeffitsiyentli bir jinsli chiziqli differensial tenglama. Uni yechimlarini topadigan bo'lsak, bu yerda kompleks sonlar tuzildi. -3 plus 2, -3 va -2 ekan. Alfamiz -3, betamiz 2 ekanligiga amin bo'lishimiz mumkin. 6-formulaga muvofiq alfani o'rniga -3 ni, betalarni o'rniga 2 ni olib borib qo'ysak, bo'ldi, umumiy yechimni biz topgan bo'lar ekanmiz. Navbatdagisi endi bir jinsli bo'lmagan. O'ng tomoniga e'tibor bering, bir jinsli bo'lmagan o'zgarmas koeffitsiyentli chiziqli ikkinchi tartibli differensial tenglama haqida gap ketyapti. Bu tenglamani yechishning ikki xil usuli bor: o'zgarmas sonni variatsiyalash usuli va o'ng tomonga qarab izlash yoki noma'lum koeffitsiyentlar usuli deyiladi. O'zgarmasni variatsiyalash usulida yechadigan bo'lsak, bizda demak quyidagi sistemani yechishimiz kerak bo'ladi. A va B'lar demak quyidagi formula bilan aniqlanadi. Bu yerda y1 y2 bir jinsli unga mos bo'lgan bir jinsli differensial tenglamaning erkli yechimlari, o'ng tomonimiz omega esa Vronskiy determinantidan iborat bo'ladi. Bu yechimlarning Vronskiy determinantidan. Misol, mana berilgan ifoda.
Avval bir jinsli qismini yechib olamiz, chunki bizga y1 y2 kerak. Xarakteristik tenglama tuzdik, shu differensial tenglamaga mos. Uni yechimlarini topdik, bu karali ekanligini ko'rdik. Umumiy yechimlar demak y1 y2 lar demak y darajasi x va x ko'paygan y darajasi x bo'ladi, karali bo'lganligi uchun. Endi Vronsky determinantini tuzib olamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. h' degani a hosila demak. Ani o'zini topish uchun buni integrallashga to'g'ri keladi. Buni topish uchun integrallaymiz. Demak y1 y2 bor, f'lar bor, omegani hisoblaymiz. O'rniga olib borib qo'yib, demak ikkita narsani topishimiz kerak bo'ladi. Ularni topganimizdan so'ng mana a va b lar topildi. Umumiy yechim y barobar o'sha a ko'paygan y1 plus b ko'paygan y2 ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana bu a ko'paygan, y1imiz y darajasi x edi, ko'paytirdik. Ikkinchi qismi b ko'paygan, mana bu b'imiz topdik hozirgina y2 ga ko'payadi mana. Qovuslarni ochib soddalashtirsak, umumiy yechim mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Endi o'ng tomonga qarab xususiy yechim topish usuli ham bor. Agar o'ng tomoni bizda demak yig'indi ayirma ko'rinishda javob bo'lsa ko'paytma ko'rinishda berilgan bo'lsa, bo'linma emas, ko'paytma ko'rinishda yoki yig'indi ko'rinishda, elementar funksiyalar ko'rinishda berilgan bo'lsa, kombinatsiya sifatida, unda noma'lum koeffitsiyentlar usulini qo'llashimiz mumkin. Har qanday holatda ham izlab bo'lavermaydi. Izlaganda biz o'sha o'ng tomonidan faqat koeffitsiyenti bilangina farqlanuvchi funksiya sifatida izlaymiz bir jinsli emas qismiga mos keluvchi yechimni. Demak, mana shu ifoda yechmoqchi bo'lsak, demak y1 y2 lar avvalgidek topiladi. Umumiy yechim y yulduzcha plus y usti chiziq yechim bo'ladi. Y yulduzcha bu bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi, y usti chiziq esa o'ng tomonga mos bo'lgan, demak ko'rinishiga o'xshash bo'lgan yechim. Ko'rinishiga o'xshash yechim degani aytaylik kvadratik forma bo'lsa, kvadratik formadagi yechim bo'ladi, koeffitsiyenti bilan farqlanadi. Xo'p, asosan o'ng tomon mana bu ko'rinishda bo'lsa, mana umumiy ko'rinishda, mana bu ko'rinishda bo'lsa, demak biz noma'lum koeffitsiyentlar usulini qo'llashimiz mumkin. Demak, birinchi holatni ko'rib chiqaylik. Alfa, betalar 0 bo'ladigan bo'lsa, bizda qandaydir ko'p xat paydo bo'ladi. Ko'p xatni demak mana n'inchi tartibli ko'p xat bo'lsa, biz ham demak y usti chizig'i yechimimizni bir jinsli emasni qanoatlantiruvchi yechimni demak mana bu ko'rinishda izlaymiz. O'sha n'inchi tartibli tenglama ko'rinishda. Bu yerda 0, 1 va hokazo bu yerda topilishi kerak bo'lgan hozircha noma'lum koeffitsiyentlar. Bu koeffitsiyentlarni topish uchun tenglamaga albatta olib borib qo'yish orqali, tenglamani yechish orqali topamiz. Endi keyingi holatlar. Shunday holatlar borki, bizning yechimimiz xarakteristik yechimi karali ham bo'lishi mumkin. Karali yechim ham paydo bo'lishi mumkin. Karali yechim bo'lganda o'ng tomondagi funksiyani o'sha ko'rinishda demak olamiz, lekin ma'lum bir x ga ko'paytiramiz. Mana masalan 0 xarakteristik ildiz bo'lishi mumkin. Osmoz yoki tushmasa, ildizlari osmoz tushmasa, unda demak mana bu ko'rinishda ko'paytiramiz. Agar 0 soni xarakteristik tenglamaning bitta ildizi bilan osmoz tushsa, ya'ni xarakteristik ildizi bo'lsa, xarakteristik ildizi bittasi 0 chiqadigan bo'lsa, tenglamani differensial tenglamamizda, unda o'sha o'ng tomoniga ko'paytirib olinadi x. Agar 0 soni xarakteristik tenglamaning ikkala ildizi bilan osmoz tushsa, unda x kvadratga ko'payadi va hokazo n'inchi tartibli bo'lsa ham xuddi shunday. Mana misol keltiramiz. Hop, berilgan bir jinsli emas differensial tenglama. Xarakteristik tenglamani tuzamiz, bir jinsli yechimlarni topamiz. -1 bilan -3 demak, y yulduzchamiz bir jinsli uchun yechim mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bir jinsli bo'lmagan qismi o'ng tomonga qaraymiz. X demak birinchi tartibli chiziqli funksiya. Shuning uchun biz yechimimizni o'sha birinchi tartibli funksiya, birinchi tartibli ko'p xat, ya'ni ax plus b ko'rinishda izlaymiz. Noma'lum koeffitsiyentlarni topish uchun tenglamada qatnashgan, nechinchi tartibli hosila qatnashgan bo'lsa, o'shancha marta hosila olib, tenglikni olib borib qo'yib, xo'p, mana bu ayniyat hosil qilinadi. Va x oldidagi koeffitsiyent, x oldidagi koeffitsiyentga ozod songa teng qilib, noma'lum koeffitsiyentlar topiladi. A, B koeffitsiyentlar topilganidan so'ng olib borib qo'yiladi. Demak, umumiy yechimni topishda o'sha y yulduzchaga bizga bir jinsli emas qismidagi yechim bilan qo'shib yoziladi.
Hop, keyingisi B0 beta 0 bo'lgan payt, ya'ni y darajasidagi qandaydir ko'paygan holatda bo'lsa ham, o'sha ko'rinishda biz ham izlaymiz. Noma'lum demak koeffitsiyentlarni topish uchun tenglamaga olib borib qo'yish orqali bu narsa amalga oshiriladi. Bo'lishi mumkin, yana bu holatda ham o'sha alfa bilan mos keluvchi yechimlar, istisnolar bor. Demak, karali ildiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni boyaga o'xshab x ga ko'paygan holatda, agar 2 karali bo'lsa, x kvadratga ko'paygan holatda yechimni izlaymiz. Shuning uchun noqulayligi bu usulni mana shu istisnolarni inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni karali ildiz bilan ustma-ust tushmasa, o'sha ko'rinishni o'zi koeffitsiyenti bilan farq qiladi. Agar alfamiz karali ildizlardan biri bilan bir xil bo'lsa, x ga 2 ta karali ildiz bo'ladigan bo'lsa, x kvadratga ko'paytirishga to'g'ri keladi. Masalan, bu quyidagi ifodani olaylik. Karali demak xarakteristik tenglamani tuzamiz. Bu yerda 2 va 3 ekanligini ko'rishimiz mumkin, lekin y darajasida 2x, mana o'ng tomonda ham y darajasida 2x qatnashyapti. Karali ildizi bilan mos keldi alfamiz. Nima bo'ladi? Mana shu yechimimiz aslida izlashimiz kerak. ax plus b ko'paygan y darajasida 2x ko'rinishda. Lekin karali ildiz bilan mos kelganligi uchun biz uni x ga ko'paytirib olamiz. Ya'ni ax kvadrat plus bx ko'paygan y darajasida 2x ko'rinishda izlaymiz. Va mana ko'rishingiz mumkin. Natijada noma'lum koeffitsiyentlarni topish uchun tenglamaga yana olib borib qo'yiladi, umumiy yechim topiladi. Mana o'sha yechim x ga ko'payganimizning natijasida mana x kvadrat x lar qatnashyapti. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Umumiy yechim ikkita yechimning yig'indisi ko'rinishda bo'ladi. Va nihoyat eng umumiy holat alfa betalar ham 0 dan farqli umumiy ko'rinishda xuddi shu ko'rinishda izlanadi. Yana o'sha karali ildizlar bo'lish bo'lmasligiga qaraladi. Betalar, alfalar mos kelsa, mos kelmasa degan variantlar bor. Endi bitta sinusni o'zi yoki kosinusni o'zi kelsa ham, xo'sh, biz izlayotgan yechimimiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Masalan, yoki koeffitsiyent m cosinus beta x plus n sinus beta x ko'rinishda bo'ladi. Chunki mnlar ikkalasi ham 0 dan farqli bo'lishi mumkin mana bu yechimni qanoatlantiradigan. Mnlarni topish uchun hosila olib tenglamaga olib borib qo'yamiz. Koeffitsiyentlarni topamiz. Bu yerda a b ga aylanib ketdi o'sha koeffitsiyentlar va o'rniga olib borib qo'ygandan keyin umumiy yechim mana bu ko'rinishda bo'lar ekan. Xususiy va umumiy yechimlar yig'indisi. Ikkinchi holatda kosinus 2x kelgan. Lekin tenglamaga qarasak, xarakteristik tenglamamizda plus minus 2i bor. Ya'ni betamiz 2 kompleks sonda. Demak, bu yerda ham kosinus 2x kelgan. Demak, umumiy yechimimizni bir jinsli mas qismi uchun yechimimizni mana shu ko'rinishda, lekin yana x ga ko'paygan holatda izlayotganimizni ko'rishimiz mumkin. Va noma'lum koeffitsiyentlarni topish orqali umumiy yechim oxirgi yechimimizni mana shu ko'rinishda yozamiz. Quyida foydalangan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat bo'linglar.